Doğrusunu aytsan Siylaniyga ketayotgandik ekan boshlanma. Siylarniga qizlar bilan. Tug'ilgan qizlar tug'ilgan. Bo'ldi bu. Mashinaga mashinada o'tamiz deb qo'ygan edik. Katta gapirib qo'yganmiz-da aka. Biz mashinada o'tishimiz kerak. Siz 10-15 minutga tushib turasizmi? Bir 100 metr, 150 metr qolganda yo'q ortib tushib turasizmi? Tug'ilgan kuni hali trendlar chiqyapti Instagramda. Motorga eritib shikalardan ashaddiy syomkalar. Qizlar bilan ko'rishgan. Olishimiz kerak. Iloji bo'lsa aka pullar muammo yo'q. 3-4 barobar ko'proq beraveramiz buni. Nima ish qilasizlar o'zi? Hozir o'qishni bitirganmiz. Bekarchilik. Ketamiz endi. Koreyaga, Germaniyaga. Agar Koreyaga ketmoqchi bo'lsanglar, men sizlarga bitta so'ng taklif aytaman. Do'stonada endi bu. Bo'ldi. Topic Center degan o'quv markazi bor-da. U yer bilan shartnoma qilsangiz, oldindan 3 million oladi. Men orqali borsanglar, olmaydi 3 million. Qachonki viza chiqqanda to'lov qilasizlar, ungacha to'lov qilmaysizlar. Oylik to'lovlarni ham qilmaydi. Hamma yo'q o'zi ichida. Agar viza chiqmasa, 1 so'm pul to'lamaysizlar, keta olasizlar. Viza chiqsa, pul to'lab, uchib keta olasiz. Ishga, o'qishga, xohlagan joyingizga. Qalay zo'r variant bu? Bosish kerak. Lenskiyni bilasizmi, Anjondagi? Lenskiyning ko'chasida. Taksichi aka berdi deyaverasiz. Taksichi aka shunda yo'q bo'ladi. 3 million shunda yo'q bo'ladi. Promo sizlarga. Akani ham SMS olib qo'yaman o'zi. 15 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengil ba'zan yolsiz, olib birov qalovsiz, hatto cho'qsiz, olovsiz yonganlarni ko'rdim men. Har kuni ichib yurgan, ichib otasin urgan, ikki oyoqda yurgan hayvonlarni ko'rdim men.